Yaponiya ve Avustraliya Xitayning Sharqi Turkistonda Uyg'ur ve başqa musulmonlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi dokladlardan qattiq andisha qilayotganligini bildirdi. G'arb davlatlarining Xitoyning bu rayondagi qilmishlarini tekshirish chaqiriqi kuchaygan bir vaqtda Yaponiya ve Avustraliya davlat mudofaa ve tashqi ishlar ministrlari uchrashishdan keyin birlashma bayonot e'lon qilib, bu masalani kun tartibga ilib keldi. Bayonotda mundaq deyildi: biz doklad qilingan kishilik huquq dafsandichiligiga ig'ir ko'ngil bilamiz va Xitoyni xalqaro kuzatuvchilarning darhol cheklamasiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishiga chaqiramiz. Xitoy ministrligi ikki davlatni Xitoy tahdidi o'yinini o'ynadi va asossiz tuhmat chopladi deb aybladi. Avustraliya ve Yaponiya ministrlari yana Sharqi dengiz ve Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini talab qilib, Beijingning eng yangi qadamlarining Hong Kongdagi demokratik organlarni ojizlashtirayotganligini tilga oldi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti Almi shirkatining Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik masalasi haqida bayonot e'lon qilgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining birlashma raisi Jeff Merkley va James McGovern 8-iyun birlashma bayonot e'lon qilib, Almi shirkatini ta'minlash zanjirida majburiy emgak bo'lmasligiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Bayonotda garchi Almi shirkati ta'minlash zanjirida majburiy emgakning mavjud bo'lmasligiga kafolatlik qiladiganligini qayta bildirgan bo'lsa-mu, ammo bizda bor bo'lgan paketlar Almi shirkatining bu kafolatida masala borligini ko'rsatib berdi deyilgan. Birlashma bayonotda yana Almi shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Kong Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan majburiy emgak siyosati bilan munosabati bor Xitoy ta'minlovchilardan munosabatni uzishga chaqirilgan. Shundaqla Almi shirkatini Amerika tamojnisi va chegara mudofaasi idorasidan Xitoy ta'minlovchilarini surishtirib, Almi mahsulotlarini majburiy emgak vositasi orqali ishlab chiqarilmasligiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Bayonotda Sharqi Turkistonda yuz berayotgan vahshiylikka qarshi keskin dunyoviy inqoz qaytarish kerakligi ta'kidlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Avstraliya bosh ministri Scott Morrisonning G7 boshliqlar yig'inida Xitoy bilan bo'lgan savdo mojarolarini kun tartibga keltirganligi to'g'risidagi bayonlarga munosabatlik savolga javob berdi. Bayonotchi Wang Avstraliya va G7 davlatlarining dunyo Xitoy virusi yuqumi bilan kurash qilayotganda ixtilof termasdan yuqumga qarshi turishda xalqaro hamkorlikni ilgari surib, dunyo iqtisodining asliga kelishiga turtki qo'shishi va taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotini tezlatishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison G7 boshliqlar yig'inidan ilgari Xitoy bilan bo'lgan savdo mojarolarida qo'llashga erishish uchun boshliqlar yig'iniga qatnashadiganligini va boshqa davlatlar bilan hamkorlashib dunyo savdo tashkilotining rolini kuchaytirib, zarur tepilganda qoidalarni qayta bekitadiganligini aytgan edi. Mo'ljallanishcha, Avstraliya dunyo savdo tashkilotidan Xitoy bilan bo'lgan bir qism eksportni cheklash masalasidagi talash-tortishga aralashishni talab qiladi ekan. Amerikaning bir davlatlik tajribaxonasi 1 yil burunla Xitoy virusi manbasining Wuhan tajribaxonasi bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Volkochi gazetining xabar qilishicha, oldingi oyda Sinclair radio shirkati maxsus xabar e'lon qilib, Amerikadagi Lawrence Livermore davlatlik tajribaxonasining istixborot bo'limining 2020 yil 27 mayda bir maxfiy dokladni tamomlaganligini oshkorlagan. Mazkur xabar e'lon qilinib uzun o'tmay, Prezident Bayden istixborot organlaridan virusning kelish manbasini tekshirib chiqib, 90 kun ichida hukumatga doklad topshirishni talab qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, tadqiqotchilar virus manbasi masalasida tajribaxonadan tarqalish yoki hayvonlardan yo'qishdan iborat ikki xil ehtimollikni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, oxirida tajribaxonadan tarqalgan bo'lishi mumkinligini yakunlagan. Ruminiya parlamenti telegraf tori va aslahalarga aloqador yangi qonun tasdiqlagan bo'lib, buning natijasida Huawei shirkati Ruminiyaning 5 tori qurilishidan chiqarib etilishi mumkin ekan. Yangi qonunda telegraf shirkatlarining telegraf ul aslahalari va davlat manfaatiga chetishlik 5 tori qurilishining texnikalik uskunalari yoki yumshoq detallarni kirgizish uchun davlat mudofaa oliy kengashidan ijozatnoma olishi kerakligi ko'rsatilgan. Mazkur qonun loyihasi 8-iyun kengash palatasida ma'qullangan bo'lib,
Ruminiya prezidenti Klaus Yohannesning imzosi bilan rasmiy kuchga ega bo'ladi ekan. 2019 yili 8 oyda Ruminiya prezidenti Yohannes Amerika prezidenti Trump bilan ko'rishib, memorandum imzolagan. Memorandumda davlat bexatarligi uchun 5G texnikasi va aslihalari bilan ta'minlovchi shirkatlarni inchika va tafsiliy baholash kerakligi ta'kidlangan.